Hurmatli bankimiz mijozlari, bugun yana keyin tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshlaymiz. Bugungi 3-boyga 3-uchrashuvimizni o'shanga sizlarga masalalarni o'rganamiz. Shu bo'yicha marhamat aka, sizga. Assalomu alaykum. Mazmunlar, ben Ne'matov Abdurashid, o'zini o'zi band qilish mas'uliga chorvachilik rivojlantirish yo'nalishida 50 million so'm kredit so'rab murojaat qilyapman. Aka, qaysi mahalladan? Qorlog'mi? Kuymazor. Kuymazor, ha? Kuymazor. Aka, hujjatlaringizni savdo akaga topshirasiz. Shu uzoq 3 kun ichida masalangizni yechib, kiritingizni chiqarib beramiz. Men Egamberk Fazliddin, Namangan ilmiy tajriba stansiyasida ish yurituvchiman. Hozirgi kunda Chigit hisobida ishchi xodimlarga 50 million so'm ish haqi olishim kerak. Shuni hal berishim. 50 million so'm ish haqi. Ha, ish haqi. Bo'ldi. Haligi o'rganib chiqadi. Hozir Akmal aka qishloq xo'jaligi bo'yicha anaqasi, fermer xo'jaligi bilan shug'ullanadilar. Hozir topshiriqni qilamiz. Bugun erta masalangizni yechib beramiz aka.